Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan yana har doimgidek aviakassa Aviasurxon. Hozir esa Sankt-Peterburgdan Samarqand yo'nalishi bo'yicha O'zbekiston havo yo'llari Boeingga bilet oformlayot qildik. Hozir esa narx-navolarni akalarimizdan so'rab bilib olamiz. Assalomu alaykum akajon. Assalomu alaykum akajon. Bizlar Aviasurxon aviakassasining Telegram gruppalarida kuzatib borardik. Biz haqiqatan keldik aviakassaga. Narx-navolar Telegram gruppalarida qanday bo'lsa shunday oformlaylik qildi hozir. Akamiz hozir Sankt-Peterburgdan Samarqand yo'nalishi bo'yicha O'zbekiston havo yo'llariga bilet oformlayot qildi. 23 kg bagaj, 8 kg ruchnoylari bilan 32 mingdan oformlayot qildi. Bitta emas, ikkita emas, birdaniga 5 ta bilet oformlayot qildi. Akajon, O'zbekiston havo yo'llariga oformlayot qildingiz-a? Albatta. O'sha Telegram gruppalarimizda ko'rgan narx-navo yo'nalishi bo'yicha oformlayot qildingiz. Aviakassa Aviasurxonni kuzatib boruvchilarga tavsiya qilasizmi? Hammaga tavsiya qilaman. Yaxshi. Aviakassa. Eslatma tarzida Aviakassa Surxon nomerlarini ko'rsatib o'taman. Bemalol telefon qilaverasizlar. Qo'ldan kelgancha arzon va qulay narxlarda qilishga harakat qilamiz. Sizlar bilan Aviakassa Aviasurxon.